Ozgina eslataman, animening o'tgan galgi qismida Gabimaru o'zini xotirasini tiklab oldi va biz ozgina zo'r janglarni ko'rib oldik. Bu orolga yangi odamlar ham keldi va yana bizani jamoa endi Tensellarga qarshi urushda anchagina ustun bo'la oladi. Qo'shimchasiga bu uchun anchagina tayyorlanishdi. Ko'ramiz endi bu qismda nimalar yuz berar ekan. Vaziyat juda ham murakkab va bu vaziyatdan qochib bo'lmaydi. Agarda iloji bo'lsa eliksir olish kerak va bu oroldan sekingina surib qolish kerak. Agar iloji bo'lmasa, u yog'ini o'zingizlar bilasizlar. Bu oroldan surib qolish albatta hammaga emas, sababi orolning chetida qanaqadir mavjudotlar bor. Albatta ular odamlarni yeb tasholiydi, tiriklayin yoki o'liklayin. Ular iloji boricha Tensellarga bildirmasdan eliksir olib ketishga niyat qilishdi va eliksir taxminan Ren laboratoriyasida bo'lishi mumkin ekan. Vaqt juda ham kamligi uchun Gabimaru va Yuzuriha qolganlarga o'zini texnikasini ko'rsatib berdi. Yuzuriha Taoda tinchlanish va sokinlik haqida gapirsa, Gabimaru bo'yinni sindirishni o'rgatdi. Uzoq vaqtli mashqlardan keyin ba'zilar o'lgidek charchab ketishdi. Hozirda hamma har xil joyga bo'linib o'tga boradigan bo'ldi. Sababi ular hammasi bitta ketsa, Tensellarning ham hammasi kelsa bu katta muammo bo'ladi. Va Mei ularga Tensellarning xususiyatlari haqida gapirib berdi. Bu ularga jang qilishda anchagina yordam bera oladi. Meining ichi bo'yicha u ham bu oroldan ketmoqchi ekan, faqat undan oldin Rien va professor ko'rmoqchi. Va bu professor esa u Tensellar va bu orollar paydo bo'lganiga katta hissa qo'shgan inson. Ular aslida oldin yaxshi inson bo'lishgan ekan, lekin nimagadir yomon bo'lib ketishgan. Menga ham bu qiziq nimaga. Va undan keyin bo'lsa shunchaki oddiy insondek yashamoqchi. Hozirda Aza qolgan Tensellar bilan donishmandlik marosimini o'tkazdi. Azani Taosi boshqacha bo'lgani uchun Ren uni saqlab qoldi va o'ldirmasdan undan ko'p narsani o'rganmoqchi. Yaxshi tomoni bo'lsa uni Taosi ancha yaxshilashyapti. Va bu vaqtda Ren Azani Taosini o'rganish uchun unda ozgina tajribalar qilish kerak. Nihoyat bizning reja kechasi amalga oshadigan bo'ldi va ular qachon Tensellar kelarkan deb kutib o'tirmasdan ularni o'zi boradigan bo'lishdi. Va Mei yordam bilan ular qaysi joyda qaysi Tensellar joylashganini aniq bilib olishdi. Va eliksir taxminan Ren laboratoriyasida bo'lishi kerak. Reja xullas shunaqa, shundoq kirishadi, eliksirni olishadi va bu oroldan surib qolishadi. Bo'ldi shu. Ular sekingina qo'riqchilarni tinchitib ichkariga kirishayotgan edi, lekin ichkarida bitta Tensen o'tirgan ekan. O'zimizning komandani kelishini ularni hammasi allaqachon bilgan ekan. Bunga bo'lsa albatta Aza aybdor. Ular hammani har xil joylarga ajratib tashashdi va mana endi haqiqatdan ham qiziq joylar bo'ladi. E'tiboringlarni qaratsanglar, animeni hali ham ruschada yoki inglizchada ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga o'zbekchada yaxshi sifatda borligini maslahat berardim. Hamma yoqda ham Aniblaga o'xshagan yaxshi sifatdagi animelar topa olmaysizlar. Shuning uchun premyeralardan kechikmasdan tezda o'tkazib oling. Spin the block, hit the gas, hit the gas. Gabimaru shu darajada qiyin ahvolda ediki, hatto joyidan qimirlamasdi. Endi navbat qolganlarga. Endi vaziyat boshqacha bo'ldi. Aza Tomaga qarab, bizga qo'shil, endi biz ham boqiy bo'lamiz deb aytdi. U ozgina ikkilandi, keyin ular tomonga yura boshladi.
Kelinglar unda 1000 yil oldingi vaqtga qaytib ko'ramiz. U paytda 6 ta kichkina bolalar bor edi va Rey nima desa ular xuddi shu ishni qilardi. Va o'sha paytda hozirgi Meyyi ular o'zini opasidek ko'rardi. Lekin biroz vaqtdan keyin Riyen o'zgardi va ularga har xil turdagi mashqlarni doim qilib turishini aytdi. Yana qanchadir yillardan keyin Mey yo'q bo'lib qoldi va ularning mashqlari borgan sari boshqacha va qiyinlashib ketdi. Oradan 200 yil o'tib ketdi, lekin ular hali ham bir xil ishlarni qilishardi. Lekin qolgan tensellarga bo'lsa prosta va bundan keyin ular orolga odamlarni aldab chaqirib oladigan bo'lishdi va har safar odamni kelganda ulardan o'ziga yetarlicha tavo olishadi. Va bu narsa 1000 yil davomida qayta davom etdi. Ba'zilar buni xohlamasdi, lekin yashashga boshqa iloji ham yo'q. Mana endi hozirgi paytga qaytib, endi janglar qanaqa davom etishini ko'ramiz. Videoni shu joyigacha ko'rgan hammaga rahmat. Animening oxirgi qismi 1000 ta like va 100 ta kommentariyadan keyin bo'ladi. Keyingi videolargacha ko'rishguncha va hammalarga xayr deb qolaman. O'zimni to'madachilarim. Va yana video qanday chiqdi shu haqida ham kommentariyada kutaman. Hammalarga xayr.